Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Renessans ta'lim universiteti sport faoliyati kafedrasining o'qituvchisi O'rinova Dilfuza Shukurlayevna. Bugungi darsimiz anatomiya. Mavzumiz muskullar tizimining umumiy anatomiyasi, gavda muskullari. Bugungi mavzumizdagi rejalar. Muskullar to'g'risidagi umumiy ma'lumotlar, muskullarning yordamchi apparatlari, jismoniy yuklamalar ta'sirida muskul tizimiga adaptatsion o'zgarishlar va to'rtinchisi ko'krak muskullari. Muskullar organizm hayotida muhim rol tutadi. Katta odamlarda muskullar butun tanasining og'irligining 30-35%gacha yaqinni tashkil qilsa, chaqaloqlarda esa 20-22% tashkil etadi. Yoshi katta va qari odamlarda 20-25% tashkil etadi. Jismoniy mashg'ulot bilan muntazam shug'ullanib turuvchi sportchilarda esa skelet muskullarining og'irligi gavda og'irligining qariyb yarmini 45-50% tashkil qilishi mumkin. Skelet muskullari tutashib ko'ndalang targ'il muskul to'qimasidan tuzilgan. Muskullarning asosiy vazifasi mexanik ish bajarishdir. Markaziy nerv sistemasi yuboradigan ta'sirotlar ta'sirida gavdadagi muskullar qisqaradi. Buning natijasida skelet harakatga keladi. Ongli ravishda qisqaradigan muskullarning soni 400 dan ortiq bo'lib, gavda muskullarining ichi asosan ularning tartibiga kiruvchi qon tomirlar va nervlarni tashqi muhit ta'sirotlaridan himoyalaydi. Muskul to'qimasining takomili muskul to'qimasi mezodermadan takomil etadi. Mezodermada, ya'ni o'rta embrional varaqdan somatlar yoki segmentlardan elementlar ajraladi. Eng muhim somatlardan miyatomlar, sklerotomlar va dermatomlar hisoblanadi. Miyatomlardan muskul to'qimasi rivojlanadi. Miyatomlar hujayralari dukkaga o'xshab gavda yuki bo'ylab cho'ziladi. Bular orasida biriktiruvchi to'qimali to'siqlar, mezositlar rivojlanadi. Bu hujayralar mioblastlar deb ataladi. Bu rasmimizda muskullarning orqa tomonidagi ko'rinishi tasvirlangan. Muskullarning tuzilishi. Skelet muskullari ko'ndalang targ'il muskullar to'qimasidan tashkil topgan. Ma'lumki, muskullarning tayanch apparati tufayli ichida flap printsipiralar tuzilgan bo'lib, har xil hajmli muskullar tutamlari endomitsiy va perimiziy pardalar bilan bir-biridan ajralib turadi. Bu rasmimizda esa muskul tolalarining tuzilishi tasvirlangan. Silliq tolali muskullar to'qimasi uzunchoqsimon shakldagi muskullar hujayralaridan tashkil topgan. Ayrilgan uchi shaklidagi muskullar hujayralari ham uchrab turadi. Yadrosi tayoqchasimon bo'ladi. Ixtiyorsiz, ya'ni odam ixtiyoriga bo'ysunmaydigan muskullar qatoriga kiradi. Qisqarishi va bo'shashishi vegetativ nerv tizimi tomonidan tartibga solinib turadi. Bunday muskullar ichki a'zolarni, qon tomirlar devori, ko'zning atrofidagi muskullar tashkil topadi. Bu ko'rinib turgan rasm muskul tolalarining orqadan va oldindan ko'rinishini tasvirlangan. Ko'ndalang targ'il muskullar tolalari uzunligi 1 santimetrdan 1 millimetrdan 40 millimetrgacha teng bo'ladi. Tilsimon shaklga ega plasmatik membrana ostida ko'p miqdorda yadrolar joylashgan. Sarkolemma tarkibida ko'p sonda miofibrillalar va mitoxondriyalar uchraydi. Sargoplazma va mioglobin oqsildan tashkil topib,
Mioglobin xuddi gemoglobinga o'xshash o'ziga kislorodni birikish xususiyatiga ega. Miofibrillalarni qalinligiga va mioglobinni miqdoriga ko'ra qizil, oq va oraliq muskul tolalarda farqlanadi. Qizil tolalar nozik, ingichka, mioglobinni ko'p mitoxondriyalari ko'p bo'ladi. O'rta qalinlikda ega bo'lgan mioglobinni va mitoxondriyalarning soni bir oz kamroq bo'lishi oraliq tipdagi muskul tolalari uchun xos. Nihoyatda, oq tolalar eng qalin sarkoplazmasida mioglobini va mitoxondriyalari kam miqdorda, lekin miofibrillalarning soni ko'p miqdorda va bir tekisda farqlanganligiga xos. Ko'rsatilgan muskul tolalari tuzilishi va funksiyasi bir-biri bilan bog'liq. Masalan, oq tolalarda tez qisqaradi, lekin tez charchaydi. Qizil tolali uzoq vaqt davomida, lekin sekin qisqarishi mumkin. Shakli jihatdagi muskullar 4 guruhga bo'linadi. Birinchi, uzun muskullar. Bularning uzunligi kengligiga nisbatan ancha katta. Masalan, yelkaning 2 boshli, 3 boshli muskullar kiradi. Ikkinchi, keng muskullar. Bularga aksincha kengligi uzunligiga nisbatan katta, orqaning keng muskuli, qorinning tashqi qiya uchi qiya muskullari, ko'ndalang muskullari misoliga bular kiradi. Uchinchi, yelpig'ishsimon muskullar. Bu muskullarga bir uchi toraygan, ikkinchi uchi esa kengaygan muskullar kiradi. Masalan, deltasimon muskul, trapetsiyasimon muskul. Bunday muskullar ko'pincha uchi oqli bo'g'imlar atrofida uchrab 5-6 xil harakatlarda ishtirok etadigan va eng harakatchan muskullar hisoblanadi. 4-chi, doiraviy muskullar. Muskullar tolalari aylanma yoki sirkulyar yo'nalgan bo'lib, tabiiy teshiklar atrofida joylashgan. Masalan, og'izning aylana muskuli, ko'zning aylana muskullariga misol bo'la oladi. Tana muskullarini bajaradigan ishiga qarab 4 guruhga bo'lishi mumkin. Birinchi, aylana harakatni bajaruvchi muskullar tayanch harakat apparatida naysimon suyaklarga birikkan bo'lib, tana lokomotsiyalarida ishtirok etadi. Ikkinchi, oldingi va orqaga, yuqoriga va pastga tomon harakat etuvchi muskullar. Masalan, ko'rsatilgan harakatlar jag' muskullari tomonidan bajariladi. Uchinchi, tana bo'shliqlari hajmini o'zgartirishga ishtirok etuvchi muskullar. Bu gavda muskullari ko'krak qafasini yoki qorin bo'shlig'ini hajmini o'zgartirishda ishtirok etadi. To'rtinchi, teshik va yoriqlarni hajmini o'zgartirishga ishtirok etuvchi muskullar. Bu ishni doiraviy shaklga ega bo'lgan muskullar tomonidan bajariladi. Muskullar yordamchi apparati. Muskullarning yordamchi apparatiga paylar, fatsiyalar, g'altaklar, sinovial kinlari, sinovial xaltalari, sesasimon suyaklar kiradi. Paylar har xil muskullar suyakka kelib birikuvchi mustahkam payi bo'ladi. Pay muskulning qo'shdor qismida o'zining yaltiroqligi, oq yoki sarg'ish rangli bilan ajralib turadi. Paylar cho'zilishi juda chidamlidir. Masalan, sonning 4 boshli muskulining payi 600 kilogrammgacha, boldirning 3 boshli muskulining axilliy payi 400 kilogramm yukni ko'tarish qobiliyatiga ega. Fatsiyalar muskullarni biriktiruvchi to'qimadan iborat bo'lgan parda, chexol kabi o'rab turadi. U fatsiya deb ataladi. Fatsiyalarning tuzilishi
muskullarni bajaradigan ishiga va kuchiga bog'liq bo'ladi. Agar muskullar yaxshi taraqqiy etgan bo'lsa, katta yuklamalar ko'tarish qobiliyatiga ega bo'lsa, ularni o'rab turuvchi fatsiyalar zich tolali biriktiruvchi to'qimadan tuzilgan, ancha pishiq bo'ladi. Fatsiyalarning tuzilishi muskullarni bajaradigan ishiga va kuchiga bog'liq bo'ladi. Agar muskullar yaxshi taraqqiy etgan bo'lsa, katta yuklamalar ko'tarish qobiliyatiga ega bo'lsa, ularni o'rab turuvchi fatsiyalar zich tolali biriktiruvchi to'qimadan tuzilgan, ancha pishiq bo'ladi. Nazorat savollari. Muskullar tana massasining necha foizni tashkil etadi? Ikkinchi, muskullarning ishlashi va charchashi sabablarini tushuntirib bering. Uchinchi, tana muskullari qanday qismlarga bo'linib o'rganiladi? To'rtinchi, gavda muskullarining joylashuvini tushuntirib bering. Beshinchi, ko'krakning xususiy muskallariga qaysilar kiradi? Bugungi darsimizga e'tiboringiz uchun rahmat. Yanada yangi ma'lumotlar olish uchun Renessans ta'lim universitetining kutubxonasiga murojaat qilishingiz mumkin.